Usta nima qilishimiz kerak ekan bu yerda? Ariston tozalash xizmati. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz Qo'ng'irot mahallasiga kelganmiz. Mana sizlarga tanish bo'lgan xizmatinglarda 24 soat bo'lgan mashinamiz. Yerda xizmatidamiz inshaalloh. Kamiljon akamnikiga kelganmiz. Usta nima qilishimiz kerak ekan bu yerda? Ariston tozalash xizmati. Ariston tozalash xizmati ekan. Inshaalloh qo'ldan kelganicha go'zal qilib beramiz. Mana do'stlar, hozirgi yetgan Aristonimizga kelyapmiz. Mana shu Ariston ekan. Inshaalloh ochganimizda ham yoki yopib qo'yganimizda ham ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etinglar. Hani endi tozalab oldik. Yig'ish jarayonlari ketyapti. Tengda qo'yib qaytadan joyiga joylashtirib bosib beramiz. Bo'ldi shu bilan inshaalloh. Mana qaytadan tozalanib ilindi. İnşallah hozir nimalarni ham suvda liniyalarini ham o'rnab ishga tushirib beramiz. Shu bilan yakunlanadi ishimiz inshaalloh.